She'ringni boshlaymiz. Oho, 7 minut vaqt ketibdi shunga ham. Xo'p, bugun NET haqida gaplashamiz. NET haqida bilganlarimni aytib beraman. Chunki NETni o'sha bitta muammo chiqib qolganda internetda qidirib, tools qidirayotganimda shuni topib, ishlatganimdan keyin, wow degan xulosaga kelganimdan keyin bu haqida tam gruppada prezentatsiya qilaman degan xulosaga kelgandim. Xo'p. Birinchi birinchi NITN haqida qisqacha gapiradigan bo'lsak, NITN bu haligi biznes workflowlarni avtomatizatsiya qiladigan instrument, no code platforma. No code platformalar ko'p, pulli, bepul, open source, closed source ko'p instrumentlar bor. Hammasini o'ziga yarasha plyuslari bor, minuslari bor. Razraботчикларga no code instrumentlar yoqmasligi mumkin, chunki no code instrument kichkina ishda qulay, sal ish qiyinlashib ketsa, ya'ni murakkablashib ketsa, no code platformada haligi nima deydi, chuqur basseynga tushgandek, oxiri cho'kib ketishingiz mumkin, chunki ba'zan bilmay qolasiz, sizga konkretni kerak instrument shu no code platformani qattiqdaligini. NETN sal nisbatan osonroq. NETN bu o'sha open source no code platforma, biznes workflowlarni avtomatizatsiya qilish uchun. Albatta uni pricelari bor. Keyin ya'ni cloud ishlatishingiz mumkin, yoki uстановка qilishingiz mumkin, chunki open source va boshqa variantlari bor. Asosiysi NETN boshqa no code, aynan biznes workflowlarni avtomatizatsiya qilish uchun ishlab chiqilgan boshqa no code platformalarga nisbatan u zamonaviyroq, dizayn tarafdan nima deydi, bizaga udobniyroq, tanish UI interfeyslar, UX'i qulay, keyin nima deydi, har 2 hafta yoki har haftada update bor, ya'ni razraботчиклari, ownerlari tirik, aktivni ishlashyapti. YouTube kanallarida ham aktivni videolarni publikatsiya qilishadi. Любой yangi featureni harakat qilishadi. Haligi communityga ham taqdim qilishni, communitydan har qanday yangilikni tezgina qabul qilishga harakat qilishadi. Shuning uchun shu tarafdan tirikroq startup, tirikroq kompaniya desak bo'ladi. Xo'p, NETN Automation Tool dedim. Uni prezentatsiyamga sekin o'tadigan bo'lsam, NETNni как раз biznesdagi рабочий protsesslarni avtomatizatsiya qilish uchun ishlatishimiz mumkin bo'lsa, NETNni mazasini ko'rish uchun uni qayerdadir ishlatib ko'rishimiz kerak. Ishlatib ko'rishni 3 xil variantlari bor. Biri как раз saytiga kirib, registratsiyadan o'tib, podpiska tariflaridan birini sotib olib, просто ularni cloudini ishlatish. Plus tarafi siz hech qanaqa nima qilmaysiz, nima deydi, bosh qotirmaysiz, qanday uстановка qilish, unga resurs, unga server, kerakli resursli server qayerdandir topish, NETNni uстановка qilish, keyin uni поддержка qilish, yiqilib qolmasligini ta'minlash. Xullas, o'sha taraflardan, DevOps tarafdan yoki sysadmin tarafdan ishingiz bo'lmaydi. Tayyor cloud ishlatasiz, sizga qulay. Lekin minus tarafi pulini to'lashingiz kerak. Yana bitta minus tarafi faqat pul emas, limitlar. Agar mabodo siz yasamoqchi bo'lgan workflow nagrujen, ya'ni ko'proq klientlar ishlatadigan workflow bo'lsa, limitlarga yetib kelib, siz tarifingizni restart qilishingiz yoki kattaroq tarifga o'tishingizga majbursiz, chunki NETN har bir tarifida limitlar qo'yadi requestlarga. Shu tarafidan cloudda ishlatishni noqulay taraflari bor deb hisoblayman. Ikkinchi varianti Enterprise. Enterprise'da sizga, ya'ni yo cloudingizga yoki in-house serverlaringizga ular uстановка qilib berishlari mumkin. Ular поддержка qilishlari mumkin supportda. Ular bu formatda sizga litsenziya sotishadi.
falon so'mga litsenziyani aktivatsiya qilganingizdan keyin premium instrumentlarni ishlatishingiz mumkin. И aktivniy поддержкада o'tirishlari mumkin siz uchun qanaqadir muammoyingiz chiqsa. И sizda bitta anavi boyagi bidus bo'lmaydi, limit. Sizda limit bo'lmaydi, chunki endi N8 sizni cloudingiz yoki in-house serveringizda run qilib turibdi. Requestlarga hech qanaqa limit yo'q, unlimited request. Siz bemalol как раз enterprise degani katta bizneslar katta workflowlarni ishlatishi mumkin, agar ularga bu albatta kerak bo'lsa. Xo'p, uchinchi variant, bizani variantimiz community variant. Community variantda biza bu N8 open source platforma bo'lgani uchun source kodini o'qishingiz mumkin. Source kodini klon qilib, o'zingiz qaysidir customizatsiyalarni qilib, o'zingizni buildingizni qilishingiz mumkin yoki tayyor docker obrazlarni ishlatib, просто N8ni o'zingizni serveringizda yoki kompyuteringizda run qilib ishlatishingiz mumkin kichkina narsalarga. Agar siz yo shunchaki qiziquvchi bo'lsangiz yoki razraботчик bo'lib qanaqadir ishingizga o'zingizga qanaqadir instrument qilmoqchi bo'lsangiz yoki qanaqadir startap bo'lsangiz. Xo'p, community versiyada plyuslari shu, ya'ni bemalol ustuv qilasiz, litsenziya sotib olish yo'q. Community uchun bepul litsenziyalari bor. Ba'zi premium featurelarni yoqish uchun, qolgan premium featurelar albatta faqat enterprise uchun yoki cloud uchun beriladi. Xo'p, communityni nima deydi? Plus tarafi shundaki, sizni o'zingizda kompyuteringiz yoki serveringizda turadi, requestlarga limit yo'q, hech nimaga na litsenziya na cloudga to'ladingiz и xohlagan vaqtingiz nafaqat o'zingizni workflowingizni yasashingiz mumkin, balki N8ni o'sha community sayti bor, o'sha yerda mingdan oshiq tayyor workflowlar turibdi. Ya'ni kimdir man yoki sizga o'xshagan kimdir o'zini workflowni yasagan, kimgadir foydasi tegishi mumkin deb shu workflowni source kodini shu saytga, community saytga tashlagan, boshqalar ham ishlatishi mumkin. U yerda tam otsyenka, nechta odam skachat qilgani haqida to'liq ma'lumotlar turadi. И asosiysi, u yerda siz уже sizni muammoyingizga решение sifatida tayyor workflowni shunchaki import qilib уже ishlatishingiz mumkin. Yoki u yerda hech narsa topmasangiz, o'zingiznikini yasashingiz mumkin. Xo'p, birinchi srazu дальше nima deydi? Real UI ni ko'rsatib nima qilishlarini ko'rsatish uchun community variantda men kompyuterimga установка qilishim kerak N8ni и сразу bu yerda instruksiyasini aytib ketganman. Mabodo siz kompyuteringizga emas, qaysidir serverga установка qilmoqchi bo'lsangiz, uning uchun albatta docker kerak kompyuteringizda ham. No, serveringiz pustoy, golly bo'lsa, ichida na docker hech narsa bo'lmasa, unda bu yerda installers degan proyektimga repostoriyasiga linkni tashlab ketganman. Installers degan repostoriyimda har bir instrumentlarni, har bir Linuxni qaysidir platformasida bitta skript orqali to'liq ustunovka qilish skriptlarni yozishni boshladim. Hozircha u yerda bittagina skriptim bor, u ham bo'lsa Dockerni to'liq faqat Ubuntu uchun ustunovka qilish. Shuning uchun mabodo qanaqadir Linux serverda hozir kimdir kelyapti. Xo'p, mabodo qaysidir Linux serverda o'tirgan bo'lsangiz, unda clone komandasi orqali siz installersni ustunovka qilishingiz mumkin. И как раз bittagina skript hozircha u yerda turibdi, ya'ni yangi repostoriy bo'lgani uchun bu install docker to ubuntu shuniga execute komandasiga dostуп berib, shuni run qilishingiz mumkin. Shu bilan sizni Golly serveringizda docker to'liq ustunovka bo'ladi. Hech qanaqa kamchiliklarsiz. И bu как раз serverda o'tirgan bo'lsangiz, kompyuteringizda o'tirgan bo'lsangiz, unda sizga bu qadam kerak emas, chunki dockerni shunchaki yo sizda bor yoki docker saytidan просто install qilasiz tayyor buildini, shu bilan bo'ldi. O'zi N8ni o'zini zapusк qilish uchun ikkitagina, ya'ni N8ni zapusк qilishni usullari har xil. Docker orqali yoki o'zingizni buildingizni yasab run qilishingiz mumkin.
Docker'ni o'zida ham har xil variantlari bor. Shunchaki NetNet'ni o'zini holatida zapusк qilish yoki NetNet'ni alohida tashqi baza bilan connect qildirib zapusк qilish. Ularni hozir ko'rmaymiz. Hozir NetNet'ni o'zini tez usuli, ya'ni tezgina zapusк qilish komandasini ishlatamiz. Xo'p, birinchi volume ochishimiz kerak. NetN data degan ochamiz. Ikkinchisi shu NetN Docker konteynerini ko'tarishimiz kerak. Ko'payib ketibdi. Hop, kopya. Hop, zapusк bo'ldi. Docker desktopga qaraydigan bo'lsak, NetN zapusк bo'lib turibdi. Keyingi qadamda как раз aytilyapti, что localhost 5678, ya'ni NetN o'zini UI uchun 5678 portini ishlatadi. Shunda уже birinchi ochganingizda siz administrator sifatida yangi profilni registratsiya qilib, уже ishlatishni boshlashingiz mumkin. Pastda eng sodda nima deydi, simple workflowlardan biri ko'rsatilgan. Bu hozir AIda AI agent, AI chatbot, AI boshqa narsalar hype bo'layotgani uchun AI instrumentlarini tam chatbot yoki agentlar yoki shunchaki assistentlarni yasash, razrabochik bo'lmaganlar uchun yasashga NetN mashhur bo'lib, ozgina hype bo'lib, nima deydi, exemple'lar ko'payib ketayotgani uchun NetNga hamma aynan razrabochik bo'lmaganlar, AIga qiziqayotganlar qanaqadir solution qilish uchun srazu NetNga o'tib ketyapti. Chunki NetN cloudda boshqalardan Make yoki boshqalardan arzonroq, tем более open source bo'lgani uchun o'zlari tam kompyuterga ustirib qilishi mumkin NetNni. Xo'p, NetNni keling nimasini ko'ramiz. Nima deydi? Birinchi o'sha UI'ni localhost 5678. Birinchi kirganingizda sizga registratsiyani taqdim qiladi. Bu registratsiyada siz registratsiya panelida siz administratorni registratsiya qilasiz. Shunchaki admin bo'la qolsin. 1 2 3 Hop. Bunga to'ldirish shart emas. Keyin siz agar NetNda yangi bo'lsangiz, NetN sizga o'sha community versiyani ishlatayotganingiz uchun qaysidir instrumentlarni bermaydi. Lekin o'sha bermayotgan instrumentlarni ba'zilarini bepul litsenziya yordamida berishi mumkin. Buning uchun o'sha usraf qilganingizda so'raydi, emailingni ber, senga o'sha free litsenziya keyini tashlaymiz. Shuni keyin initsializatsiya qilsang, o'sha premium toollardan ba'zilariga dostуп beramiz deb aytishi mumkin. Xo'p. Menda kompyuterimda 1.73.1 turgan ekan, hozir 1.81.4 da o'tirgan. 4 chiqqan ekan 5 kun oldin. Tipa eski versiyada o'tiribsan deyapti. Xo'p, mayli. Shu NetN platformasi, ya'ni UI siz tayyorini ishlatishingiz mumkin. From scratch deb yoki communitydan ishlatishingiz mumkin. Xo'p. UIda mana bunaqasiga tayyor workflow yasashingiz mumkin. Misol uchun siz konkretniy workflow yasaysiz. Tam unga nom berasiz, qanaqadir example deb. Unga qanaqadir tag berishingiz mumkin, dev deb. Ishingizni boshlashingiz mumkin. Tam qaysi holatda ishlasin, tam nimadir qilsin. Shu bilan tipa bo'ldi. Save qilasiz, chiqib ketasiz. Bitta workflowingiz turibdi. U ishni boshlaydimi? Yo'q, ishni boshlamaydi, chunki uni inactive holatda turibdi, aktiv qilmagansiz. Xo'p. NetN
juda ko'p integratsiyalarga ega, 400 dan oshiq integratsiyalarga ega. Mana bu yerda ko'rishimiz mumkin. Yangisini ochayotganimizda hozir saytiga tashlaydi. Otherwise yo'q. Up event yo'q. Bir ming to'rt yuz qirqta ekan. 1440 ta tayyor workflowlar turibdi. Xo'p, bu workflowlar nima degani? Man hozir o'zimcha example degan workflow yasadim. Nimalardir qiladigan. Uni aktiv qildim, ishni boshladi. Menga foyda beryapti, boshqalarga ham yordam berishi mumkin deb o'ylayapman. Shunda men shu communityga kirib, o'zimni men bu workflowimni ham yuklashim mumkin. Buning uchun workflowimga kirib, shunchaki download qilishim mumkin. Shu workflowimni source kodini JSON formatda menga tashiydi. Qanaqa workflow, qanaqa nodlari bor, qanaqa credentiallari bor. Shu JSONni prosta communityga tashiysiz. Sizni workflowingizni boshqalar ishlatishi mumkin. Xuddi shunday boshqalarnikini ham shunaqasiga ishlatasiz. Ya'ni misol uchun qaysidir kiring kategoriyani tanlaylik. HR job hunting. Xo'p, mana bunaqa flow bor ekan, nimalardir qiladigan. Buni полезный deb ko'rdingiz, o'zingizga shuni yuklamoqchisiz. Use workflow deganingizda как раз nima deydi? Siz sразу agar kompyuteringizda raq qilgan bo'lsangiz, o'shanga forward qilishingiz mumkin yoki prosta shu JSON ni kopiya qilishingiz mumkin. Lekin bu JSON clipboardga kopiya bo'lgani uchun enadan sizga yangi workflow ochganingizda shu tayyor workflowni import qilishni yo URL formatini beradi yoki fayl orqali. Biz hozir clipboardga kopiya qilganimiz uchun nima qilishim mumkin maksimum? Shunchaki xo'sh, nano example1.json deb fayl ochishim mumkin. Unga men shuni yuklashim mumkin. Exit deb chiqib ketib, сохранить qilib. Bu yerda prosta download from file deb desktop example1 mana open desam, уже menga shu birovni workflowi tayyor import bo'ldi. Ishlatishim mumkin. Uni faqat nomini kopiya qilaman, chunki afsuski birovni workflowini import qilganingizda nomi ko'chmaydi, faqat protsessi, ya'ni nima qilishlari ko'chadi. Nomini ham qo'shsam bo'ldi. Bu yerda o'sha ikkita workflow turibdi. Birinchi boya o'zim ochganim, ikkinchisi import qilganim birovnikini. Ikkalasi ham ochiq, ya'ni kirib test qilishim mumkin. Test sirada har bir request uchun boshqatdan servisni zapus qilishimga to'g'ri keladi. Yoki prosta inactive qilishim mumkin. Shu bilan prod uchun ham example'im ishlaydi. Ya'ni workflow'im ishlaydi. Shu bilan workflow aktivniy holatda turadi. Hech qanaqa request limitlar, hech nima yo'q. Xo'p, nima qilish mumkin? Agar siz shunchaki razraботчик, backend razraботчик bo'lsangiz. Backend razraботчик bo'lsangiz, siz qanaqadir o'z API yasashingiz mumkin. Misol uchun, men qanaqadir API yasamoqchiman. Buning uchun webhook degan instrumenti bor. Webhookida aytaman, qanaqa URL bo'lsin, qanaqa metod bo'lsin, misol uchun authentication bo'lsinmi, yo'qmi, nima qaytarsin, shu bilan bo'ldi. Misol uchun menga men xohlagan javobni qaytarsin deb URL tayyorlayman. Bu yerda URL paste bermasangiz o'zicha UID ni beradi. Men o'zim buni change qilishim mumkin. Misol uchun shunchaki first API deb
URLni kopiya qilib qo'yaman. Bu yoqqa ahamiyat bersangiz, ikki xil URL bor. Test URL bor, webhook test bilan boshlanadi. Production URL bor, webhook degan so'zdan boshlanadi. Test URL qachon ishlaydi, production URL qachon ishlaydi, hozir aytaman. Keling, birinchi production URLni kopiya qilaman deb shunchaki save qilaman. Shunchaki o'sha URLga o'tib ketaman. Qarasam, hech qanaqa javob bermayapti. To'g'ri. Nega? Chunki production URL qachon ishlaydi? Qachonki workflowni aktivatsiya qilsam. Workflowni aktivatsiya qilsam shunda ishlaydi, lekin hozircha faqat test URL ishlashi mumkin. Xo'p, test URLni kopiya qilamiz, ishlatib ko'ramiz. Test URL ham ishlamayapti. Nega? Chunki test URL qachonki bu workflowni test qilmoqchi bo'lsangiz, o'shanda ishlashi mumkin. Bu yerda test qilishni bosishingiz mumkin. Shunda bu ishlashi mumkin. Ishladi. Faqat bu uje servisni errorini tashadi. Chunki workflowni oxirigacha yasamaganman. Chunki workflowga men aytdimki, men o'zim qo'limda javob qaytaraman dedim. Shuning uchun, lekin qo'lda hech qanaqa javob hali qaytarmadim. Standart holatga o'tkazib, save qilib, boshqatdan workflowni test qilsam, shunda menga uspeshniy javob keladi. Xo'p, endi aktivni ishladi, ya'ni kim zapros yuborgani ma'lumotlari bor. Ya'ni test threadida shunchaki test qilganingizda kimdir bitta zapros yuborsa, bir marta ishlaydi, lekin boshqatdan yuborsa endi ishlamaydi. Chunki bir marta flow ishladi, ishi bilan debug tugadi, stop bo'ldi. Lekin shu bir marta ishlaganida klient nima yubordi yoki nima qaytardingiz, polni flowni ko'rishingiz mumkin. Hozir bu yerda get zapros bo'lgani uchun klientning headerini ko'ryapman. Qayerdan nima zapros shularni ko'ryapman. Xo'p, keling shu API ni sal mukammallashtiramiz. Men shunchaki o'zim javob qaytaraman deyman. Hech narsa qabul qilmayman. Nima deydi? Edit field orqali o'zimcha bitta JSON yasayman. myfield 1, myfield 2 deb yasayman, bo'ldi. Webhook response. Respond to webhook. First incoming item deb belgilayman. Shu bilan tugadi. Endi test qilaman. Mana bu test API'miz. Endi mana shu JSONni qaytaryapti. myfield 1, myfield 2 deb JSONni qaytaryapti. Lekin hali ham production ishlamayapti. Production ham ishlashi uchun endi hozir olib tashlaymiz. Bu ham kerak emas. Xo'p, production ham ishlashi uchun bor yo'g'i shu workflow API 1 degan workflowni aktivatsiya qilaman. Bo'ldi. Endi production API ham ishlaydi. Hech qanaqa limitsiz. Chunki prodga yuklandi, har safar ishlayveradi. Bu albatta static API, bir xil ma'lumot qaytaryapti, lekin u yog'i sizga bog'liq. Nima qilishingiz? Xohlasangiz parametr qabul qilasizda, o'sha parametrda ismini qabul qilib, kimligiga qarab javob qaytarishingiz mumkin yoki boshqa narsa. Misol uchun, ko'pchiligimiz API'lar yasayotganimizda agar get metod yasasak, qanaqadir parametr qabul qilishimiz mumkin. Gap shundaki, bizada API yasashda pass variable bor va request param degan narsalar bor. Pass variable'ni anything поддержка qilmaydi, ya'ni qilolmaydi, bug'i bor, lekin request paramni поддержка qilishi mumkin. Misol uchun, test threadida hozir tipa nima yuborishni tekshirish uchun tekshirib bir ishlatib ko'raman. Request param yuboraman, misol uchun first name teng deyman aliga. Zapros yuboraman, javob keldi. Endi bu yoqqa qarasam, klient nima yuborganini ko'rishim mumkin. Klient headerda ham bu narsalar keldi, bu safar query'si keldi. Query'da first name bilan attribut va uni value'si kelgan. Shuni endi men unga misol uchun javob sifatida qaytarishim mumkin. First field 1, field 2 turibdi. Bu yoqqa shunchaki field 3 ni men berishim mumkin. Unga
JSON qaytarishi mumkin, chunki bu yerda expression, ya'ni expressionni qabul qilishi mumkin. Expressionda men aytaman, klientni zaprosida query bor. Queryda first name degan atribut bor. Shu first name degan atributni myfield 3 da berasan deb. Shu bilan ana mana bunaqa formatda javob kelishi mumkin. Ali desa Ali, Vali desa Vali va boshqa ma'lumotlar. Xo'p, bu safar o'zgartirish kiritdim flowga, edit fields degan nodga o'zgartirish kiritdim. Shunchaki save qilsam, workflow aktiv turgani uchun ham test thread ham prod thread uchun bu yangilik qo'shildi. Endi prod threadda request paramga hech narsa bermasam undefined deyapti, chunki topolmadi. Lekin first name ga Ali bersam qabul qilyapti. Ya'ni qiymat kelyapti, workflow ishlayapti. Demak, klientdan kelgan ma'lumotlarni olish mumkin, yoki обработка qilish mumkin, yoki nimadir boshqa narsalar qilish mumkin. Ko'p narsalar qilish mumkin. Chunki bu yerda xo'p, actions 400 dan oshiq integratsiya bor. Xohlagan joyingizga, почти xohlagan joyingizga borib kelishingiz mumkin. Bu misol uchun nimadim, qanaqadir CRM servis bo'ladimi? Tam Agile CRM bor ekan, Zoho CRM, ko'p narsalarga integratsiya bor ekan. Yoki Google ni qaysidir instrumentiga bormoqchimisiz? Tam Google ga misol uchun Google Sheets bor ekan, boshqalar. Yoki misol uchun o'zingizning bazangiz bormi? PostgreSQL ga misol uchun connecti bor. Nima qilishi mumkin? Tam qaysidir tableda rowni delete qilishi mumkin, yoki SQL ni execute qilishi mumkin, insert, select, update qilishi mumkin, yoki bo'lmasa trigger sifatida PostgreSQL ga qarab turishi mumkin. Ya'ni siz shunchaki trigger yasaysiz, PostgreSQL bazangizda qanaqadir yangilik bo'lsa, bu workflowngiz ishlaydi va nimadir qiladi. Misol uchun user tabletsangiz bor PostgreSQL da qaysidir proyektingiz uchun, shu tabletsaga yangi user insert bo'lganda trigger ishlaydi va siz misol uchun Telegram botga kimgadir nimadir yuborasiz. Misol uchun administrator yoki proyektning egasiga yuborasiz, yangi falonchi nomli user registratsiyadan o'tdi degan ma'noda. Ko'p narsa qilish mumkin. Bu yerda yana boshqa narsalardan biri bu chat yasash. Ya'ni siz faqat webhook orqali API yasashingiz shart emas. Siz shunchaki trigger yasashingiz ham mumkin. Misol uchun manual trigger yasashingiz mumkin. Bu qanday ishlaydi? Siz o'zingiz keling haliga edit fields deymiz. Shunchaki JSON shunchaki shu tursin deymiz. Save qildik. Endi bu qanday ishlaydi? Test qilamiz. Shunchaki execute qilsak, chunki bu qo'lbola execute qilsangiz keyingi fieldga o'tib ketishi mumkin. Ya'ni polni flowingiz ishlab ketishi mumkin. Bu misol uchun bitta variant. Boshqa variantlar ham bor. Misol uchun nima deydi? Shadow trigger qilishingiz mumkin. Qaysidir vaqtga bir marta ishlaydigan trigger. Ham misol uchun nimadir qilsin. Qo'lda zapus qilsangiz ham qaysidir workflowni ishini qilsin, yoki u misol uchun kuniga bir marta o'zi ham ishlasin. Yoki bo'lmasa bu workflowngiz misol uchun webhook konkretniy API yasamoqchisiz, shu API chaqirilganda ham bu workflow ishlasin deb aytishingiz mumkin. Ya'ni variantlar ko'p, qanday workflow zapus bo'lishini variantlari bir nechta. Birinchisi misol uchun shunchaki qo'lbola zapus qilish, ikkinchisi cron orqali, uchinchisi API orqali, ya'ni API'ni kimdir chaqiradi va ish boshlanadi. To'rtinchisi shunchaki chat, ya'ni chat deylarmidi? Chat trigger. To'rtinchisi chat trigger. Chatga kimdir yozganda nimadir zapus qilishingiz, ya'ni nimadir o'sha qaysidir flowni zapus qilib, chatdagi klientga nimadir qaytarishingiz mumkin. Xo'p.
buni как раз nima deydi, desak, и biza как раз misol uchun kichkinagina как раз chat botni yasashimiz mumkin. Unga уже keling o'sha lokal hostiga NetEng emasu, mani o'zimni nima deydi, serverda zapust qilgan NetEngga o'tsak, chunki u yerda manda o'sha tayyor credentiallarim bor. Yoki keling shu yerda qilsak ham bo'ladi. Xo'p, men nima qilmoqchiman? Men kichkinagina chat trigger yasamoqchiman. Chat triggerim nima deydi, AI qanaqadir agentga ulansin. AI agentga ulansin, nimanidir bajarsin. U qaysidir AI modelini ishlatsin, misol uchun OpenAI ni modelini, yangi credential hop yasadim deylik. Keyin memory hop, ya'ni eski gaplarni eslab qolish kerakmi yo'qmi? Shuni nastroyka qilish mumkin. Misol uchun oxirgi 3 ta savol javob esingda qolsin deb. Qanaqadir toollar berishi mumkin. Hozir menga срочный API key bo'lsa, API keyga как раз platform OpenAI.com ga o'tib сразу API key generatsiya qilishim mumkin. API key tam copy nom qo'yishim mumkin. Bu credentialga misol uchun presentation ключini beraman. Save qilaman. Успешный connect bo'ldi. Misol uchun aytishim mumkin bu agentga u kimligini tipa aytish uchun system message. Your name is Sarah and you are code assistant. Bo'ldi. Shuni o'zi yetadi misol uchun. Save qilamiz, tekshirib ko'ramiz. Tekshirib ko'rsak, mana bu yerda уже chat ochiladi. Chatda уже gaplashishimiz mumkin. Who are you? Execute bo'lyapti. Bu yerda plus tarafi bu platformani siz ko'rishingiz mumkin. Misol uchun klientdan nima savol keldi, klientga nima javob qaytardingiz, yoki qaysidir nodingiz xato ishlasa, nega u xato ishladi, error messajini ko'rishingiz mumkin va boshqa-boshqalar. Misol uchun I am Sarah deb ana ishini boshladi. Xo'p, faqat shu yerda ishlayman. Klient uchun nima, qanday ishlaydi u desangiz, klient uchun как раз chat variantini ishlatganingiz uchun chatni public qilishingiz mumkin. Shu bilan chatni linkini kopiya qilasiz. Glavnisi bu workflowni aktivatsiya qilishingiz kerak. Chat 1 deylik. Aktivatsiya bo'ldi. Endi shu chatni ochmoqchi bo'lsak, ana chat turibdi. Tam example message'lar bilan tam уже yozishingiz mumkin. Oxirgi 3 ta savol javob esida qoladi. Misol uchun who are you? I am Sarah bir nima. Xo'p, shu ishlagani ya'ni biz hozir test emas, уже prodda ko'ryapmiz-ku. Webhook test emas, webhookni o'zi. Buni ham logini ko'rishimiz mumkinmi? Logini ko'rishimiz mumkin. Qanday? Shu chatga kirib, hozir editor page'da turibmiz. Yangi not qo'shishimiz kerak, nimadir o'zgartirishimiz mumkin. Yoki execution variantiga o'tishingiz mumkin. Bu yerda как раз ko'rishingiz mumkin loglarni. Misol uchun birinchi logda probirka turibdi. Buni ya'ni test threadida zapust qilgandik. Ikkinchi log prodda turibdi.
prodda qanaqadir savol berganmiz, who are you degan, qanaqadir javob bergan. Misol uchun prodda o'sha bu savolni berdik. Ikkinchi savol tam gapimizda aytsak, misol uchun my name is Ali desak, nice to meet you dedi. Endi what is my name desam, endi u esida bor, chunki oxirgi 3 ta savol javobni esida ushlab turadi. Ali dedi. Endi logni ko'rsak, after refresh, hop editor, обратно executor. Ana prodda 3 ta log turibdi. Birinchisida просто who are you deganmiz. Ikkinchisida my name is Ali deganmiz. Uchinchisida esa what is my name deganmiz. Nima javoblar bergani hammasi bor. Endi bu misol uchun aynan nega chatni ko'rsatyapman? Chunki aynan shu qanaqadir chatbot yoki assistent yoki agentlar yasashga hype bo'lgan vaqtda razrabotka tarafdan qaysidir tilni bilmaydigan, razrabotchik bo'lmagan lekin entuziastlar yoki founderlar qanaqadir gipotezasini tekshirish uchun o'sha NetEntda ko'p narsalarni tezgina tekshirib o'tyapti. Bulardan yaqqol misol, menimcha ko'pchiligimiz taniymiz. Akmal Fayziyevni taniysizlar. MyTaxi, Express24 hozir u Amerikada Numeo startapini zapus qilish uchun ketgan. Даже uni ham yaqinda tam 3-4 ta post tepada ko'rgan bo'lsalaringiz, mana aytganki, jamoam bilan falon narsani muhokama qilyapmiz. Muhokama vaqtida gipotezalarni tekshirib birga gaplashyapti. Screenshotni qaraydigan bo'lsangiz, NetEntda ular qaysidir gipotezani tekshirishyapti. Nimadir yasashyapti, uni execute qilib testrida yoki prodda tekshirishyapti. Vrodi bu narsa, ya'ni kim qaysidir founderni boshiga ideya keldi, tam aynan dispetcherni qaysidir qo'shimcha ishi bo'yicha shuni ham qo'shamizmi Numeoga degan shu ideyani srazu o'sha NetEntda tekshirishyapti. Qanday o'zini tutadi, qanaqa instrumentlar bilan bu problemani hal qilishimiz mumkin va solution berishimiz mumkin. Tekshiradi. Agar mabodo yaxshi bo'lsa, menimcha NetEntni o'zida dальше realizatsiya qilib ketishi mumkin yoki ular NetEntni faqat gipotezani tekshirishga ishlatishlari mumkin. Ya'ni gipoteza tekshiriladi, u normalniy ответ kelgandan keyin NetEntdan realniy kodga o'tib, tam Reactda yoki boshqa tilda biron realizatsiya qilishlari mumkin, lekin gipotezani tekshirish tezgina ular NetEntda qilyapti. Ya'ni NetEnt qanaqadir nima deydi, o'yinchoq instrument emas, uni seriozniy olib, uni ishlatish kerak, chunki u qanaqadir ishlarni tezroq bo'lishiga yordam beradi. Misol uchun, o'zingizni ishingizda xo'p, AIga qiziqmas ekansiz, tam Java razrabochik ekansiz, komandangiz bor ekan, qaysidir ishlarni qilar ekansiz, yangi proyektlarga kelib qoldi, hali bardak, ya'ni to'liq tushunchaga ega emas, nimadir xohlashyapti, lekin oxirigacha o'zlari ham bilishmaydi. Siz tezgina nima deydi, nodlarni tayyorlab, tam API kerakmi yoki prosta Chrome kerakmi yoki Telegram bot kerakmi, tayyor NetEnt bilan tezgina qilib zakazchik bilan gaplashish davomida ko'rishingiz mumkin. Rostdan ham shuni xohlayaptimi yoki u o'tlab ketdi-yu, nima xohlashini o'zi ham bilmay qoldimi? Shu joyni tez ko'rishingiz mumkin. Chunki agar siz birinchi xatelkasi bilan уже tam Javada kod yozib, shunday kelsangiz, "Yo'q, boshqa narsani xohlagandim" desa, siz bir kun, 2 kuningizni yo'qotgan bo'lasiz, настроениyangiz ketgan bo'ladi, tam keyin kodda, proyektda nimanidir o'zgartirishingizga to'g'ri keladi. NetEntda esa siz tezgina qanaqadir nima deydi, birinchi o'sha xatelkasini bu yerda chizishingiz mumkin. Men NetEntni faqat aynan workflow yasash uchun platforma deb ko'rmayman. NetEntni nima deydi, actionable sxema deb ham ko'raman. Ya'ni har bir nodingiz ishlashi shart emas. Men prosta tasavvur qilaman, что shunchaki web, misol uchun kimdir menga zadacha bersa, men aytaman, webhookni misol uchun qilmayman. Senga bitta prosta API kerak deyman. Ha deydi. Qanaqa API bo'lsin desam, get bo'lsin, tam users degan
API bo'lsin deydi. Boshiga misol uchun V1 bo'lsin deydi. Bo'pti deyman. Xo'p, keyinchi deyman. Prosta chizaman shunaqasiga. Hop, save bo'lmadi-ku, enterni bosmadim-ku. Get V1 users. Ana. Xo'p, keyin nima qilsin desam, misol uchun bazaga borib nimanidir olib kelsin. Baza nima deyman? PostgreSQL. Bo'ldi, PostgreSQLdan nimanidir olib kelar ekan. Ya'ni selectni qaysidir baza, qaysidir nima to'g'rilamayman. Chunki meni vazifam shunchaki men bu workflowni ko'rsatish. Chunki Javada kod yozsam u kodni zakazchiga ko'rsatsam, u tushunmaydi. Unga prosta mana bunaqa sxemalarni, bloklarni ko'rsataman. Zapros keldi, Postgre'ga bordim, nimanidir oldim. Keyin nima qilay desam, kelgan o'sha bazada misol uchun userlar ma'lumoti turibdi, unga yana nimadir qo'shish kerak qo'shimchasiga. Demak, edit field qilar ekanman deyman, nimadir qo'shar ekanman. Xo'p, keyin nima qilishim kerak desam, bu zapros haqida, ya'ni bu zapros nima deydi, do'sti bilan so'rash mumkin yoki kimgadir aytish kerak. Telegramda administratorga aytishim kerak, что kimdir zapros yuboradi. Bo'pti deyman, Telegramga nima deydi, administratorga message send administratorga qanaqadir message yubordim. Xo'p, keyin nima qilay desam, bo'ldi, javobni endi o'ziga prosta qaytar deydi. Bo'ldi deyman, qanaqadir javobni qaytaraman. Ya'ni rostdan ham shu narsani xohlayapsanmi, boshqa hech narsa kerak emasmi deyman. Ya'ni men bu error nodlar, ya'ni Telegram tokeni ko'rsatmayman ham. Nega? Nastroyka qilmayman, chunki men hozir workflow yasamayapman. Men sxema yasayapman, zakazchik bilan bir-birimizni tilimizni tezgina tushunish uchun. Ya'ni varaqda ham chizib sxemani nima qilish mumkin yoki sequence diagram qilish mumkin. No, bu yer udobniyroq men uchun. Lekin historiya uchun sequence diagrammi yaxshiroqdir sistemli analitik tarafdan. Lekin zakazchik bilan juda yaqinlashib ketgan bo'lsangiz, любой formatda gaplashishingiz mumkin. Glavnisi nima? Tezroq va aniqroq bir-biringizni tushunishingiz kerak va shunga agar erishayotgan bo'lsangiz bo'ldi. Instrumentingizni umuman qizig'i yo'q. Xo'p, endi normalniy startaplar NAT'ni ishlatayotgan ekan. NAT'ga normalniy kompaniyalar ishonayotgan ekan. Nega ishlatmaslik kerak? Birinchisi o'sha sekvensiyalar sxema uchun, ya'ni zakazchik bilan tez tilni topishish uchun. Ikkinchisi, rostdan ham nimadir qilish uchun, misol uchun API yasash uchun, nimadir qiladigan API, faqat javob keltiradigan emas, instrumentlari, integratsiyalarni aytyapman-ku, 400 dan oshiq integratsiya. Lokal hostingizda PostgreSQL bo'ladimi, serverdagi PostgreSQL bo'ladimi? Farqi yo'q, chunki integratsiya judayam ko'p. Mana bu yerda misol uchun integratsiyalarni ko'radigan bo'lsak, MySQL ham bor, yoki Telegram bor, yoki nima, Jira bor. Ya'ni connectlar ko'p. Xo'p, 400 ta connect bor ekan, lekin orasida sizga keraklisi yo'q ekan. Misol uchun Amos CRM yo'q, misol uchun. Nima qilamiz unda? Unda zo'r instrumenti bor, HTTP request degan, ya'ni prosta HTTP request, qatga bir narsa qilmoqchiligingizni aytasiz. Misol uchun http pin.io ga bormoqchiman. Post metodi bilan request parametrim bor, body'im bor. Body'ni bitta atributlarni belgilashim mumkin yoki JSON sifatida to'liq berishim mumkin. Static bo'lsa shunchaki yozaman, dynamic bo'lsa expressionda yozib, aytaman, что zaprosda misol uchun ID bor. Qanaqadir name bor, lekin name dynamic. Unda nima qilaman? Unda bundan oldingi flow nima edi? If edi. O'sha if nimadir olib keldimi? O'sha if nimanidir olib kelgan bo'lsa, shuni men bu yerda berishim mumkin. Ya'ni NATN JS'da ishlaydi. Shuning uchun siz variable, bundan oldingi noddagi variable'ni olib kelishingiz mumkin. Misol uchun qayerdan keldi? JSON bilmadim. Nodni misol uchun JSON'ni misol uchun
tam name degan attributida kelganda shuni chiqarish kerak. Bo'ldi, shu chiqadi, shu bilan tayyor. Qanaqadir header ham yuborish kerakmi? Ha, tam API key yuborishingiz kerakdir yoki basic token yuborish kerakdir. Ya'ni HTTP request tool'i nodi. Bu qachonki shu 400 dan oshiq integratsiyalar sizga birontasi ham yordam bermasa, o'zingiz API ni chaqirishingiz mumkin. Misol uchun, mana nima deydi? AI instrument qilayotgan bo'lsangiz ham, misol uchun OpenAI ga integratsiyasi bor, tam Olama ga bor, lekin Eleven Labs ga yo'q. Eleven Labs ga как раз hamma HTTP request bilan boradi, chunki tayyor integratsiya yo'q. Ya'ni shu siz HTTP request bilan любой joyga borishingiz mumkin. O'zingizni servisingizga ham qaysidir mikroservisingiz bor, uni APIsi bor, nimadir olib keladigan, shu yoqqa HTTP request bilan borishingiz mumkin. Xo'p, sizni servisingiz HTTP protokolini поддержка qilmasa-chi, nima deydi, siz misol uchun message brokeringiz bo'lsa-chi, unga ham instrumentlar bor. Misol uchun MQTT degan instrumenti bor. Bunda siz aytishingiz mumkin. Qatga connect qilmoqchisiz, misol uchun RabbitMQingiz bor yoki Kafkaingiz bor yoki ActiveMQ bor. Adresni ko'rsatib credentialda connect qilasiz и shu bilan qaysi topic yoki Q'ni tam connect qilishingizni aytasiz. Shu bilan shu topic yoki Q'ga yoki xabar yuborasiz yoki boshqa variant MQTT ga ham trigger bor. Ya'ni siz konkretniy connectingizdan keyin Kafkaga qaysidir topic, u topikda yangi сообщение paydo bo'lganda siz xuddi mana bu manual triggerga o'xshab workflowingiz ishlab ketishi mumkin. Misol uchun, manual triggerda o'zingiz zapus qilsangiz, qanaqadir сообщение Kafkadagi topikka ketyapti yoki boshqa topikka bu yoqqa trigger qo'ygansiz, u yerda kimdir сообщение qo'shsa, uni evaziga mana bu trigger ishlab qaysidir workflowingiz ishlashi mumkin. Ya'ni triggerlar juda ham ko'p, tam ko'plab integratsiyalarda o'zini triggeri bor. Misol uchun, MySQL da menimcha triggeri yo'q. Triggeri yo'q, faqat action'i bor, lekin PostgreSQL integratsiyasida trigger bor. Ya'ni qanaqadir event bo'lganda, eventni o'zingiz tanlaysiz. Nima bo'lganda, misol uchun table'ga nimadir insert bo'lgandami yoki qaysidir row update bo'lgandami yoki rowni delete qilganidami, ya'ni triggerni o'zingiz qo'yishingiz mumkin yoki umuman boshqa triggeringiz bo'lsa, ya'ni table emas, baza bo'yicha trigger qilmoqchi bo'lsangiz, unda siz advanced qilib o'zingizni настройканgizni qo'yishingiz mumkin. Nima holatda bu trigger ishlasin degan ma'noda. Xo'p, hozircha ozgina pauza qilaman, ya'ni keyingi modulga o'tish uchun. Keyingi modulda men ozgina sizlardan savollar eshitmoqchiman. Balki nimadir tushunarsiz bo'lgandir yoki issiqqina savollaringiz bordir. Sirazu o'shanga javob berib, dalshi davom ettirish uchun, ya'ni meni o'zimni realniy bir ikkita workflowlarimni tipa ko'rsatib, naqadar murakkabroq workflowlarni ham NetN bilan qilish mumkin degan savolga javob olish uchun bir ikkita workflowlarimni nima deydi, o'zimni как раз startupimdagi bir ikkita workflowlarimni ko'rsatishim mumkin. Ya'ni siz amin bo'lishingiz uchun NetN haliga kichkina sodda APIlar uchun emas, qiyinroq APIlar uchun ham qilsa bo'ladi, lekin baribir ham o'sha qaysidir murakkabroq APIda tam 5 xil ishni qilib keyin javob qaytarish kerak. 5 xil ish ba'zilari murakkab, shuni NetNda qilganimiz, qo'p qila olarkanmiz, NetNda qilaylikmi yoki o'zimizni Javada qilaylikmi? Shu joyga ham keyin javob berib ketaman, chunki NetNni Javadan ko'ra, Javaga nisbatan kattagina minuslari bor. O'sha joylarni как раз aytib ketaman. Tam limit tarafdan, concurrent tarafdan va boshqa. Savollar bo'lsa, eshitaman. Kimdadir savol bormi? Alo, eshityapsizmi? Aha. O'zi so'ramoqchi edim, buni mana shu NetNda praktikada production ishlatib ko'rganmisiz o'zingiz? Agar shunaqa example bo'lsa ko'rsatsangiz yaxshi bo'lardi degan.
maqsadda so'ramoqchi edim, lekin o'ziz keyingi etapda shuni ko'rsataman dedingiz. Mhm. Ha, keyingi etapda ko'rsataman. Production'da faqat o'zimizni startapda, kompaniyada emas, ya'ni ish joyimda emas. Chunki ish joyimda hozircha hech kimga buni ko'rsatmadim. Hozircha qanaqadir muammoni NETN orqali ish joyimda hal qilmadim. Chunki ish joyimda faqat to'liq proyektlar. U proyektni NETNda как sxema sifatida zakazchik bilan gaplashishga qilishim mumkin. Keyingi proyektda shu ishni qilmoqchiman. Bundan oldingi proyekt Endi kelganiga ancharoq bo'lgani uchun u vaqtda NETNni endi o'rganayotgan edim, shuning uchun ishlatmagan edim. buni Commanda bilan ishlaganimda Commandaga o'xshash ekan. Masalan, workflow istasiz unda ham. Commandani ham tayyor pluginlari bor. Shu AI bilan ishlaydigan, Revit bilan, hamma siz aytgan hamma protsess hal qiladiganda. Nima farqi bo'ladi shunda? Qanaqa farqlari bor? Xo'p, birinchi eng katta farqi Commanda bu BPMN servis, business process nima deydi, automation tool. U Mhm. BPMN sxemasida ishlaydi. O'zini sxemasi bor, o'zini formati bor. Qanday yangi flowni yasash yoki unda o'zgartirish, uni misol uchun biznes analitiklar nima deydi, BPMN sxemalarini tushunadi va boshqa boshqa. BPMN sxemani поддержка qiladiganlardan biri bu Commanda va boshqa boshqa o'sha BPMN servislar. NETN BPMN servis emas, u shunchaki no code platforma. Unda ko'p integratsiyalari bor. Unda no code'da qanaqadir backendda nimadir qilishingiz mumkin. Aynan backend uchun, misol uchun API yasashingiz yoki Telegram botni поддержкасы bo'ladimi yoki triggerlar bo'ladimi. Frontend uchun почти hech narsa qilmaysiz. Frontend uchun maksimum HTML page degan to'li bor. Shunda siz HTML, CSS, JS orqali, JavaScript orqali qanaqadir pejni tayyorlashingiz mumkin, static pejni. Va uni qaysidir API ga zapros kelganda, misol uchun home page ga zapros kelganda, shu HTML pejni qaytarishingiz mumkin. Ya'ni sodda frontendni qilsa bo'lar. Tekshirib ko'rmadim. Lekin backend uchun instrumentlar, integratsiyalar ko'p. Qanaqadir workflow qilishingiz mumkin, lekin bu BPMN servis emas. Bu yerda BPMNdagidek ishlarni hammasini qilsa bo'ladimi yo'qmi, balkim bo'lar, lekin bu aniq BPMN servis bo'lmagani uchun BPMN aynan sxemalarni ham поддержка qilmaydi. Bu shunchaki no code automation servis bo'ldi. Tushunarli. Ana realniy praktikada ko'raylikchi uni qanaqa ishlatilgan. Siz frontend sizda unda Telegram bot bilan ishlasa kerak-da unda startapingiz, agar web bo'lmasa. Yo'q, web bo'ladi, faqat web frontiga frontend razraботчик o'zini frontendini yozadi, qaysidir dizayn bo'yicha. Biza NETN orqali API larni yasagan bo'lsak, API larga shunchaki frontend обращаться qiladi. Tushunarli. Xo'p, Meni boshqalar savolim tugadi. Kimda savol bo'lsa beringlar. Xo'p, savol yo'q ekan. Как раз keyingi stepga o'tamiz. Keyingi step real praktika, ya'ni qayerda ishlatiladi. Xo'p. Xo'p. Biza aynan nima deydi, birinchi versiyamizda, o'sha startapimizda birinchi versiyada biza rekruterlarga yordam beradigan bir ikkita agentlar yasash ozgina nima deydi, Kanban doskalar bilan integratsiya qilingan tayyor proyekt qilmoqchi bo'lganimizda, shunda ham NETNda ishlagandik. Ko'pgina APIlar yasash uchun, misol uchun biza bu yoqqa modullarga ajratgandik, chunki bu yerda siz nafaqat workflow yasashingiz mumkin, balki haligi
nima deydi, not qo'yib, mana bu not deyiladi, tam tayyor workflow yoki workflowlar gruppasiga qaysidir kommentni markdown formatda qo'yishingiz mumkin. Nimadir yozib, tam kerakli shriftda, tam misol uchun yo link qo'yishingiz mumkin yoki boshqa narsa ishlab ketaveradi. Misol uchun link qo'yamiz. Ana, xo'p, linkka qaraydigan bo'lsak, o'sha mana bu rasmni, mana bu not, nima deydi, screenshot, haligi bu yoqqa olib kelsak, mana mana bu notimiz olib keldi. Tam, ya'ni markdown format, nima xohlasangiz yozasiz. Bu not shunchaki workflowingizga kommentariyalar berish uchun, qayerda nima ishlar bo'lyapti degan ma'noda. Xo'p, endi nimalar qila oldik Anyten orqali. Save, boshqatdan kiramiz. Biza как раз bazani tayyorlash uchun PostgreSQL bilan integratsiya qilib, misol uchun qaysidir bazani sxemasini execute qilish, bazaga nima deydi, default rowlarni insert qilish uchun misol uchun Postgresga integratsiyani ishlatdik. Keyin biza misol uchun userlarimiz uchun qanaqadir API'lar yasadik. Misol uchun create user API'si, ya'ni post user. Unga tam qanaqadir workflow qildik, tam klientdan body keladi, body'sida o'sha user yasash uchun kerakli atributlari bor. Bularni shunchaki Postgresga beramiz, save komandasiga. Успешный save bo'lsa, successda qanaqadir o'zimizni standartni javobimizni qaytaramiz. Misol uchun bundan kelgan javobni qaytarar ekanmiz. Agar bazaga yangi pользователь save bo'lmasa, error holatga misol uchun boshqa message, o'zimizni messajimizni qaytarishimiz mumkin. Misol uchun nima ошибка kelgan bo'lsa, shuni chaqirib ikkita atributni beryapmiz, message va descriptionda. Shunaqasiga API'lar yasaganmiz. User yasash, userlarni olib kelish, misol uchun bu yerda if conditionlar qo'yish mumkin. Misol uchun klient bitta user so'rayaptimi yoki hamma userlarni so'rayaptimi? Ya'ni request paramda ID bormi yoki yo'qmi? Bor bo'lsa, find by ID orqali konkretniy userni olib kelamiz. Yo'q bo'lsa, hamma userlarni olib kelamiz. Tam limiti bilan albatta. Yoki qaysidir userni update qilish yoki delete qilish. Xo'p, shunaqa sodda API'larni yasaganmiz webhook orqali. Keyin qiyinroqlarni ham yasaganmiz. Misol uchun dokumentni upload qilish, qaysidir vakansiya yoki CV biza boshida HR techga bog'langan edik sohasiga, направлениясiga. Shuning uchun biza CV vakansiyalarni match qilish, yaxshi CVlar, top CVlarni berish bo'yicha o'sha решение qilmoqchi bo'lgandik. Hozir ham shu, lekin hozir sal kengaydik. U boshqa tema. Главныйsi nima? Biza как раз mana bu yerda даже o'zimizni agentlarimizni ham yasagandik. Misol uchun vakansiya bilan CVni match qilib, CVni egasi bu vakansiyaga naqadar to'g'ri kelishini, bahosini 0 dan 100 gacha balda berish agentini qilgandik. Misol uchun bu agent chat emas, API orqali ishlardi. Frontend misol uchun bu API'mizni chaqiradi, AI match degan. Bu yerda biza qaysidir parametrni tekshiramiz. U parametr berilmagan bo'lsa, ish qilmaymizda, просто error message qaytaramiz. U parametr berilgan bo'lsa, tam bazadan misol uchun CVni qidiramiz, bazadan vakansiyani qidiramiz, shu bilan agentimizga kandidat score agentga beramiz. Tam unda tam o'zini promptlari bor, tam nima qilishi mumkin, u konkretniy strukturada u javob qaytarishi shart. Shu bilan uni nima deydi? Shu bilan u javob qaytaradi o'sha API'ni chaqirgan klientga. U klient misol uchun qaysidir klikka tam Java razработчик kerak ekan, shu vakansiya kimnidir rezyumesi bor ekan, shu CV.
ikkalasini match qilib bu CVni egasi shu vakansiyaga qanchalar to'g'ri kelishi bunga isbot sifatida, ya'ni nima deydi, nega shu xulosaga kelgani sabablari sifatida CVni egasini plyuslari va minuslarini keltirib beradi bu agent. Misol uchun shunaqa instrumentlarga, shunaqa variantlarimizga, solutionlarimizga N8 ni ishlatganmiz. Ya'ni biza startap sifatida boshida resursimiz kam bo'ladi, komandamizda odam kam bo'ladi, har xil momentlarni, har xil gipotezalarni tekshirishga to'g'ri keladi bizda. Shunda N8 ni tezgina workflowni chizib, uni testerida tekshirib, yoqmasa o'zgartirib, oxiri tayyor bo'lganini prosta aktiv qilib, shu API ni misol uchun frontendga berib, frontend juda ishlatishi mumkin. Shunaqasiga ketyapmiz. Qanaqadir Javada yoki boshqa tilda kod yozmasdan. Chunki u yerda kod yozishimiz ko'proq vaqt olishi mumkin, uni поддержкасы bor, bu yerda ham поддержка bor, lekin u yerda kodni biznesdagi odamga o'qib tushuntirsak, u tushunmasligi mumkin. Bu yerda kodimiz как sxema sifatida turgani uchun, u BPMN ga nisbatan sal yaqinroq bo'lgani uchun ko'rib sal-pal tushunishi mumkin nima bo'layotgani haqida. Bizda misol uchun bu yerda agentimizda memory, ya'ni eski savol javoblarni saqlasinmi degan ma'noda memory ishlatmaganmiz. Chunki bu agentlar shunchaki match qilish kerak vakansiyani CV bilan, yoki shunchaki feedback qaytarish kerak. Eski match yoki eski feedbacklarni o'zida saqlab turishi umuman hojati yo'q. Misol uchun bu yerda eng sodda agentimiz vakansiya generatsiya qiladigan agent. U shunchaki konkretniy ma'lumotlarni oladi. Qanaqa vakansiya, hintlar, ya'ni podskaskalar vakansiya yaxshi bo'lish uchun vakansiyani generatsiya qiladi. Misol uchun podskaskalarni biz massiv, ya'ni array sifatida olganmiz. Ya'ni qanchalar ko'p podskaska bersa, generatsiya bo'layotgan vakansiya shunchalar качественныйroq bo'ladi. Qanchalar naborot kam bersa, shunchalar qanaqadir template'ga o'xshagan vakansiya generatsiya bo'ladi. Bu tipa nima deydi, bu yerda hali ko'p narsa ko'rsatilmagan, chunki bu versiyadan oldin biz Telegram bot ishlardik. U yerda Spring Boot'da Telegramga connect qilib, o'sha vakansiyani CV bilan match qiladigan решение qilgandik. Keyin o'sha Telegram botdan N8 ga o'tdik-da, N8 da o'sha Telegram botni решениесini qildik. Telegram bot N8 dagi servis yordamida ishlayotgandi. Keyin uni ham o'chirib qo'ydik, chunki biza Telegram bot neudobniy. Biza prosta gipotezani tekshirish uchun Telegram bot UI sifatida tezroq qanaqadir решение berish uchun ishlatilgandi. Tekshirdik, ozgina talab borligini bildik. Bu yog'iga Telegram bot bizga kerak emas, u yog'iga webga o'tamiz degan xulosaga keldik va endi Telegram botni triggerlarini o'rniga web hooklarni yasashni boshladik. Nega? Chunki bizda API bo'lsin, bizni frontendimiz API ga обращаться qilsin, bizda o'zimizni frontendimiz bo'lsin degan ma'noda nima deydi, qildik bu workflowlarni. Bu как раз realniy bu yerda ko'rishingiz mumkin, ishlayotgan workflow. Bu yerda ishlamayotganlari ham albatta bor, lekin ular ham qaysidir ma'noda tayyor. AI kontrollerlarimiz bor, qanaqadir agentlar, yoki bo'lmasa customer management, ya'ni boshqa agentimiz, o'zini API'lari bo'lishi mumkin. U qanaqadir ishlarni bajarishi mumkin. Bu hali chala, shuning uchun bu yerda nima deydi, workflowlar oxirigacha yetkazilmagan. Endi biza mana bu yerda realniy ishlayotgan Hire platformada ko'radigan bo'lsangiz, workflowda bizda bu yerda misol uchun mana bu yerni o'zida ikkita API ko'ryapsizlar. Birinchi API, ikkinchi API. Bu yoqqa обращаться qilsa mana bu protsess ishlaydi, bu yoqqa обращаться qilsa mana bu protsess ishlaydi. Endi bitta workflowda bitta API ni realizatsiya qilib, ikkinchi API ga boshqa workflow ochsa ham bo'ladi. Buni evaziga workflowlar ko'payib ketadi, lekin удобный tarafidan loglar konkretniy bo'ladi. Ya'ni har bir log konkretniy workflowga tegishli bo'ladi va u workflow bittagina API ni realizatsiya qilgani uchun siz bilasiz, что aynan o'sha API da muammo bor edi. U muammoni
nimada ekan deb ko'rishingiz mumkin. Agar bitta workflowda ko'p APImi, triggermi, ko'p narsalarni mana bizga o'xshab realizatsiya qilmoqchi bo'lsangiz, minus tarafi loglarda siz ko'rganingizda qidirishingiz kerak bu logda, ya'ni bu vaziyatda aynan nima ishladi. Ya'ni ko'rasiz nima ishladi, rangidan ko'rinadi. Ana mana bu rangidan topdik. Mana bular misol uchun oq turgan edi. Relationlar bu yerda yashil. Demak, aynan bu logda mana bu API'miz ishlagan va success story, ya'ni yaxshi ishlagan. Qanaqadir error keltirib chiqarmagan. Bu yerda ko'rishingiz ham mumkin. Aynan shu logda aynan bu API ishlagan ekan. Shunda bu API nimalar oldi, nimalar qaytardi, har bir nodiga bosganingizda ko'rishingiz mumkin. Zaprosda nima kelgan, atvetda nima berganmiz. Bu zapros, bu misol uchun nodga kelish uchun. Bu nodni atveti. Oxirida biza misol uchun nima qaytardik? Biza o'sha bundan oldingi Postgres nodini atvetini prosta klientga qaytardik. Qaysi formatda? JSON formatda mana bunaqasiga qaytardik. Ya'ni loglar вроде ok, log sekinroq ishlaydi chunki bu no code platforma, uni to'g'ri tushunish kerak. Endi kamchiliklari, ya'ni qaysidir API'ni, tam create user API'ni misol uchun N8 qildik va tam Java'da Spring'da qildik. Xo'p, nima farqi bor? Xo'p, N8 plusini aytdim, что biznes tam flow'ni tushunishi mumkin mana bu sxemalardan. Endi minusi siz N8ni xo'p self hosted yaxshi serverda run qilsangiz ham o'zini limitlari bor, ya'ni nima deydi, Java'dagi servisingizga nisbatan kamroq zaproslarni qaysidir muddat ichida qabul qila oladi. Misol uchun Java'dagi servisingiz sekundiga 50 ta zaprosni ham qabul qilsa, to'g'ri nastroyka qilsangiz, N8da qilgan API sekundiga 50 tani поддержка qila olmasligi mumkin. Xo'p, N8ni o'zini haligi benchmarklari bor. Benchmarklarini ko'rganda, ya'ni men bitta ko'rib chiqdim. Bu yerda yaxshi resursli serverda 200 tagacha requestni sekundiga obработка qila olgan. Agar bu sizni proyektingizda RPS 200 yaxshi son bo'lsa va o'sha 200 RPS olish uchun kerakli bo'lgan resurs siz serveringizda bo'lsa, okey, N8ni ishlatishingiz mumkin. Yo'q, высоконагруженный servis bo'lsa, 200 emas, tam 500 yoki 1000 RPS kerakli servislar bo'lsa, unda tam N8 sizga to'g'ri kelmaydi. Tam Java'da Spring'da o'zingizni API'ni realizatsiya qilasiz. Lekin shunda ham N8ni nega ishlatish kerak? Даже высоконагруженный servisda ham, ya'ni birinchi versiyani qilish uchun tezgina API'ni qilasiz, tezgina biznes bilan muhokama qilasiz, tezgina bergan update'larni bu yerda qo'shib, undan oxiri konечный update'ni realizatsiya qilganingizdan keyin N8da undan approve'ni olganingizdan keyin prosta bu yerda nima qilganingizni u ko'rib turibdi. Hammasi to'g'ri, aynan shu narsa kerak edi degandan keyin prosta shu aniq kelishilgan workflowni Java'dagi servisingizga kod sifatida ko'chirasiz. Albatta bu yerda import to Java yo'q. Qo'lingizda kodni yozasiz, lekin workflow aniq pishgan. Ya'ni bu workflowni N8da ishlatib ko'rdingiz, zakazchikka yoqdi, kerakli har bir holatlarga решениялар bu yerda bloklar orqali realizatsiya qilindi va bu zakazchikka yoqqani uchun bu prosta bloklarni tam Java servisingizda Java metodlar sifatida realizatsiya qilishingiz mumkin. Ya'ni Javaga ko'chirasiz, bu yerda shunchaki bu workflowni o'chirib qo'yasiz, chunki bu muammo успешный hal qilindi. Zakazchik API so'ragandi, xatilkalarini bu yerda blok orqali hal qildingiz, kelishdingiz, Java'da kodingizni yozdingiz. Endi Java'da katta ehtimol bilan update qilmaysiz. Ya'ni Java'da yozganingizda agar siz har bir xatilkasi uchun kodingizni o'zgartirib ko'proq vaqt ketkazishingiz mumkin edi. Misol uchun kodingizda nimadir o'zgartirish kiritdingiz, sizda pipeline CI/CD bormi? Bor. Uni tam ishlashi uchun 5-10 minut kutasizmi? Kutasiz.
Demak, har bir o'zgartirishda pipeline kutasiz, boshqa narsa yoki qanaqadir blokerlaringiz bo'lishi mumkin. Tam DevOps bilan kelishish agar CI/CD qilinmagan bo'lsa, tam DevOps yoki sysadmin proyektingizni boshqatdan run qilsa yoki qanaqadir updatedan keyin restart qilmoqchi bo'lsa, sizda dostupingiz bo'lmasa, shunaqa blokerlaringiz bo'lsa, birovga bog'liqlik joyingiz bo'lsa, har bir updateingiz Javadagi servisingizda sizga ko'proq vaqt sarflashingizga olib kelishi mumkin. N8 как раз biznesni xatelkalarini tezgina realizatsiya qilib, ha, cho'tki yo'qdi degandan keyin просто N8dan Javaga ko'chirasiz bo'ldi. Shu N8 plus va minuslari productionda ishlayotgan sxemani ko'rsatdim. Yana qaysidir blok, ya'ni qaysidir modulni aytish esimdan chiqdimi yo'qmi bilmayman. Shuning uchun hozir agar savollar bo'lsa eshitaman. Balkim savollarni evaziga nimadir esimga kelishi mumkin, ya'ni kerakli narsa-yu, lekin yetmagan bo'lsam, esimga kelsa aytishim mumkin. Savollar? Mashg'ulot o'zi qilgan Flow-ingizni bitta ishlatib test qilib ko'rsa bo'ladimi? Misol uchun qanaqa kelyapti, nima bo'lyapti? Ha, как раз даже localhostda ham biza run qildik-ku, tayyor qani edi? Tayyor misol uchun flow qildik. Mana bu yerda tayyori bor edi. Tam save bo'lsin. Misol uchun biza nima yasadik? API yasadik, to'g'rimi localhostda? Aktiv qilingan, ya'ni yasaganingizda demoqchi edim. Ha, bu yerdagi nima? Ili hali private yo'q, bu yerdagi sizlarga talab qo'ymassiz, mayli. Bundagisini yo'q, chunki bu nima deydi? Konkretniy vakansiya, konkretniy tam resurslar. Bunga dostupingiz ham bo'lmaydi, chunki bu yoqqa стороннийlar zapros yubora olmaydi. Whitelistimiz bor. Whitelistda konkretniy IP adres ko'rsatilgan. Chunki siz ham misol uchun qanaqadir webhook yasasangiz, bu yerda ko'p parametrlar bor. Misol uchun IP whitelist degan parametr bor. Bunga aytishingiz mumkin, konkretniy IP adresdagi faqat обращаться qilishi mumkin deb. Tipa qolganlar ochiq API'ni ishlatmasligi uchun. Agar API'ingiz ochiq bo'lsa, bizning API'miz hozircha ochiq, shuning uchun whitelistni ishlatganmiz, boshqa API'dan hech kim обращаться qilmasligi uchun. Chunki biza N8da security tarafdan, misol uchun API'ni himoya qilish uchun avtorizatsiya variantlari, autentifikatsiya variantlari bor, lekin ular statik. Misol uchun basicni tanlasangiz, konkretniy username, passwordni kiritasiz, bo'ldi. Username va passwordlar ro'yxatini qayerdandir olib kela olmaysiz. Buni evaziga tam HTTP requestlar orqali qo'shimcha решение qilish mumkin. Qayergadir bor, qaysidir bazaga o'sha yerdan pользовательlarni ko'r, ro'yxatida bo'lsa, unda o'tkaz, bo'lmasa yo'q deb. Lekin ular lishniy ish. Shuning uchun biza quyidagi xulosaga keldik. Biza workflowlarimizda hech narsani himoya qilmaymiz. Hamma IP adreslarimiz ochiq bo'ladi. Lekin evaziga mana bu IP N8 ko'tarilgan servis, ya'ni mana bu API Nextflow uz, u faqat nima deydi? U private bo'ladi. Uni ustidan bitta proxy ko'taramiz qaysidir gateway yordamida. Gatewayga frontend va klientlar обращаться qiladi. Klient va frontend gatewayga обращаться qiladi. Gatewayda security va avtorizatsiya realizatsiya qilingan bo'ladi. U yerda реальный пользовательligini tekshirgandan keyin u shunchaki proxy sifatida bizni API'mizga zaprosni forward qiladi, bo'ldi. Bu yerda N8da security haqida o'ylab, lishniy nodlar realizatsiya qilish bilan boshimizni qotirmaymiz. Bu uchun men qidirayotgandim bozorda open source API gatewaylar qanaqalari bor deb. Ya'ni Spring Cloud Gateway bor ekan, Kong bor ekan, APIman bor ekan, API6 bor ekan. Qarasam APIman yo'qdi-yu, interfeysi ham bor ekan, lekin u 24 yoki 23-yildan beri поддержка, ya'ni yangi обновление chiqmayotgan ekan. API6 ni qarasam, API6 Apache'ning produkti ekan. Вроде qiziq tuyuldi. Tam har 3-4 oyda yangilik chiqar ekan. 24-yilni
oxiridami update chiqqan ekan. Faqat UI'lari ilgari bo'lgan, hozir yo'q. Hozir faqat API orqali. Lekin hamma narsani podдержка qiladi. Tam load balancing, avtorizatsiya, ya'ni security yoki proxy yasash yoki shunchaki routlar orqali просто gateway qilish va boshqa instrumentlar, ya'ni ko'p narsani podдержка qilar ekan. И главныйsi open source ekan. Shuning uchun shu API6 ni biza как раз ishlatmoqchi bo'lyapmiz. API6 ni ishlatmoqchi bo'lyapmiz как раз. NetN'da security'ga bosh qotirmasdan. Xo'p, kimda yana savol bor? API6 da men production ishlatib ko'rganman. Buni o'zingiz customli pluginlar yozsangiz bo'ladi. Keycloak bilan integratsiyalari bor. O'zi tekshirib ancha ishni oson qiladi bu. Ya'ni даже Java'dagi servisingizni ham NetN'ni unutib, Java'dagi servisingizni tasavvur qilsangiz ham, har bir kichkina proyekt uchun Java'da servis ko'targanda unda security'ni o'ylab nimalardir qilish lishniy ish, chunki har bir proyektni qilishga to'g'ri keladi. Agar Java'dagi servislarda ham security'ni unutib, faqat nima deydi, oraga gateway'ni tiqib, tam servisingizni IP whitelistida faqat gateway IP adresi tursa va gateway sifatida misol uchun IP6 yoki boshqa instrumentni ishlatib, u yerda ham routing, ham security, ham load balancing va boshqa narsalarni realizatsiya qilsangiz, plus tarafi, agar biz hammamiz hozir mikroservisning arxitekturada ishlaymiz, bitta o'rtacha proyekt bir nechta mikroservislardan iborat bo'lsa, har bir mikroservisga security'ni realizatsiyasini qo'shish и uni podдержка qilish menimcha lishniy ish deb o'ylayman. Evaziga hammasi ochiq tursa-yu, o'rniga hammasini o'rtasida API gateway tursa, u menimcha yaxshi решение. API6 ni yana kimdir ishlatganmi yoki o'rniga APIman yoki Kong yoki просто Spring Cloud Gateway? Biza shu Spring Cloud Gateway'ni o'zini ishlatganman, narigilarni ishlatib ko'rmaganman productionda. Tushunarli. Spring Cloud Gateway ham zo'r, faqat bitta minus tarafi, u faqat Java'dagi servislar uchun. Boshqalari xohlagan tildagi mikroservis, xohlagan tildagi servisni podдержка qiladi. Spring Cloud Gateway esa faqat o'sha Springda ko'tarilgan servislarga gateway bo'lishi mumkin, chunki Springda ko'tarilgan servisiz Cloud Gatewayga zaпрос yuborib, tam через Eureka server man borman deb o'zini registratsiya qilish kerak. Menimcha Eurekani qolgan tildagilar ham podдержка qilsa kerak menimcha. Bilmadim. Eurekaga farqi yo'q-ku. Registratsiya qilib qo'yadi. Bo'ldi menimcha, yana bilmadim. Eureka menimcha Netflixniki edi-ya. Netflix Java'da ko'proq yozgani uchun balkim faqat Java yoki boshqa tilni qilishi ham mumkin. Tekshirib ko'rish kerak. Biz ham anaqa multi language'larni Eureka orqali anaqa qilib ko'rmaganmiz, lekin eshitgandim o'zim qayerdadir anaqa farqi yo'q Eurekaga deganda edi. Unda zo'r. Tekshirish kerak to'g'ri. Unda zo'r. Xo'p, ozgina diskussiya qilaylik. NetN yoki API Gateway yoki bilmadim, boshqa mavzuda. Balkim qanaqadir tam oddiygina savol tug'ilgandir, berish
не стоит bo'lgan farqi yo'q. Любой savolni berish mumkin. Главныйsi jim Endi turmasak bo'ldi. mana bu N8da real time applicationlarda sal anaqa bo'lsa kerak-ku. Endi men hozir ko'rgan prezentatsiyam bo'yicha fikrim endi bu bilanim, balki noto'g'ridir. Qiynalib qolsa kerak-ku. Men bu aytganingizdek, biznes plan approve olishga zo'r ekan lekin haqiqatan. Qanchalik katta enterprise applicationlarda ishlatilar ekan degan anaqa bor. Enterprise'larni ham O'zingizni fikringiz qanaqa? O'zingizni fikringiz? O'sha real time so'zdan kattaroq servisli proyektlarda qanchalik to'g'ri bo'ladi buni ishlatish? aynan proyektni o'ziga qarabdi, chunki proyekt misol uchun customer bilan ishlaydigan, tam support tarafda, tezligi millisekundlarga bog'liq bo'lmagan, ya'ni sekundlarga javob bersa ham bo'ladigan qanaqadir servis qilmoqchi bo'lsangiz, unda N8 o'zi ham to'g'ri keladi. Lekin birinchi navbatda prosta sxemani approve biznes plan approve qilish uchun N8 doimiy ishlatish kerak deb o'ylayman. Rostdan ham workflowni ishlatish uchunchi Javada qilamizmi servisni yoki N8da qilamizmi degan savoliga, agar servis tam real time ga, ya'ni nima deydi, non functional требованиялari servis uchun juda qattiq bo'lmasa, unda N8da qilsak bo'ladi. Agar non functional требованиялар, ya'ni RPS, tam qancha userni podдержка qilishi, tam nima deydi, stress qanchagacha dosh berishi, ularga talab katta bo'lsa, unda N8da albatta qilib bo'lmaydi, chunki N8 bu nima deydi, business automation tool, ya'ni biznesdagi qanaqadir ishlarni, misol uchun ana onboarding, tam yangi xodimiz keldi, unga kompyuter berish kerak, qaysidir APIlarga dostуп berish kerak, user ochish kerak, boshqa narsa. Qanday qilishadi? Bitta HRdagi odam qo'lingizdan ushlab har bir xonaga olib kirib sizni tam registratsiya qildiradi, boshqa yarim kuningiz ketadi kamida. Shuni как раз business automation tool N8da tam konkretniy bitta flow ochishingiz mumkin. Flowda tam aytasiz, misol uchun notebook olish kerakmi? Notebook kim beradi? Sysadmin nima, Ahomi? Ahoni tam Bitrixda misol uchun o'zini oynasi bormi? Bitrixga bu yerda connect bormi? Bor. Yo'qchi, unda HTTP request bilan Bitrixdagi o'sha Ahoni profiliga zadachani mana bu workflow avtomatik ochiladi tayyor template bilan. Misol uchun notebook berish degan konkretniy nima deydi, zadachani tekstida tam faqat yangi xodimning ism familiyasi almashilinadi, tam qanaqa notebook modeli требованияsi almashadi, bo'ldi. U ketdi, avtomatik workflow tam nima qildi, misol uchun mana bu yerda konkretniy tam API yoki prosta chat yoki prosta qo'lbola execute bosganingizda tam birinchisi Bitrixga borib Ahoga zadacha avtomatik ochish, mana bu nodda execute bo'ldi. Keyingisida tam IPga misol uchun Bitrixda zadacha ochildi, falon saytlar APIlarga dostуп berish va dostуп berish. Keyingisi yana Bitrixga sysadmin uchun ADda tam user ochish. Hammasi avtomatik bo'ladi, ya'ni qo'lbola bitta zadacha ochishi kerak emas. Yoki ertaga misol uchun sysadminlar aytishi mumkin, yangi pользователь ochish uchun menga zadacha bermanglar, men HRlarga falon APIga dostуп beraman, o'sha API orqali yangi pользовательni o'zlari yasashlari mumkin deb. U APIni bergandan keyin endi Bitrixda zadacha ochilmaydi-da, prosta HTTP request orqali konkretniy APIga tam yangi username yuboriladi, o'sha username orqali ADda tam yangi user registratsiya bo'ladi. Ya'ni yarim kun, bir kun oladigan onboarding jarayoni ancha minimallashi mumkin. Onboardingga qaraydigan HR сотрудник tarafdan, ya'ni zadacha ochib unga podдержка qiladigan сотрудник tarafdan soatlar minutlarga almashishi mumkin, chunki zadacha endi 5 minutda emas, 2 sekundda ochilyapti. Tam 3 ta zadacha 15 minutda emas, 6 sekundda ochilyapti. Shunaqasiga biznes protseslarni avtomatizatsiya qilish mumkin-da. Yangi kelgan xodimni zeriktirmaydi, onboardingi juda qiyin ekan degan ma'noda. Plus HR xodimini ham bir necha soatini emas, bir necha minutini band qiladi, bitta ish uchun bo'ldi. Bu eng sodda misol uchun avtomatizatsiya. Bundan qiyinlari misol uchun
siz tezgina haligi qilishingiz mumkin. Bitta trigger webhook qanaqadir trigger yasashingiz mumkin GitHub yoki GitLabga, kompaniyani GitHubiga. И u yerda tam har bir pull request vaqtida tam misol uchun siz komandani glavniysiz, kod review sizni bo'yningizda. Qanaqa bo'lyapti? Qaysi сотрудник yangi kod yozsa, sizga yozyapti yoki kelyapti, aytyaptiki, merge request'im bor, shuni ko'ring yoki ko'raylik deyapti. Siz keyin ko'ryapsiz, yo birga yoki o'zi ko'ryapsiz, baho beryapsiz, to'g'ri bo'lsa approve, to'g'ri bo'lmasa komment qoldiryapsiz. Buning uchun bitta avval o'qib chiqyapsiz kamchiliklarini topish uchun. Ikki xil kamchilik bo'lishi mumkin, yoki kodda xatolik yoki dizayn rasvo, ya'ni kod style. Siz bunga как раз bitta tezgina agent, AI agent yasashingiz mumkin. U nima qiladi? Yangi merge request bo'lganda trigger ishlaydi. Koddagi izmeniyani, aynan izmeniyaniya bo'lgan klasslarda yangi kodlarni AI o'qiydida, unga o'zini bahosini, kommentini beradi. U kim uchun? Сотрудник uchun emas, u siz uchun. Ya'ni sizga kichkinagina nima deydi, commit haqida ma'lumot, ko'proq ma'lumot beradi, что men bu kodlarni realizatsiya qildi. Mana bu yerda kod stayli sal mana bunaqaroq yomonroq ekanda, sizga tavsiya beradi. Siz uni o'qib, kod revyuingiz kачественнейroq bo'lishi mumkin. Siz yo tezroq ko'rishingiz mumkin kodni approve qilish yoki komment berish uchun, yoki yaxshiroq komment berishingiz mumkin, chunki sizga AI yordam berdi, что qara, men bu metodni yasadi, bu metodda falon kodida nuqta virgulni unutdi, shuning uchun kodda xatolik bo'lishi mumkin deb. Chunki sizda misol uchun proyektni build qilish testi bo'lmasligi mumkin, shunchaki kodni merge qilgan bo'lishi mumkin. Siz ham o'tkazib yuborishingiz mumkin. Agar check stylingiz bo'lmasa, misol uchun SonarCube yoki bo'lmasa, hammada ham SonarCube bor degani emas u. Yoki bo'lsa yaxshi, u aytadi, что nuqta virgul qolib ketdi. Xo'p, SonarCube ham bor ekan, nuqta virgulga qarar ekan. Lekin boshqa narsalar bor. Misol uchun metod juda ham kichkina muammoni hal qilish juda qiyin kod bilan yozilgan. O'rniga tam AI aytishi mumkin. Juda qiyin yozibdi, mana bunday qilishi mumkin edi deb sizga aytadi. Siz uni o'qiganingizdan keyin siz commit haqida ko'proq ma'lumotingiz bo'ladi. Commentni ham qisqa qilib, koding xato emas u, ko'proq ma'lumot bilan yoki AI sizga yordam berishi mumkin komment berishda. Mana bunaqa deb yoz deb aytishi mumkin. Ya'ni siz o'zingiz qilasiz, xohlagan protsessni avtomatizatsiya qilasiz. Tam kodni ko'rishga yoki komment berishga, faqat komment berishga deyishingiz mumkin. Tam konkretniy faylni belgilaysiz, o'sha faylni kodini o'qiydida, falon xatolik uchun chiroyli feedbackni yozib beradi. Uni shunchaki ko'chirib сотрудникка yuborasiz, GitLab yoki GitHubda. U o'qib, to'liqroq ma'lumotga ega bo'ladi va keyingi safar yaxshilab keladi. Ko'p narsa qilish mumkin. Bu realniy ishlar. Shunchaki bundan oldingi narsani yana aytdim, qaytaraman. Sxema initsializatsiyasi uchun ham NT'ni ishlatish kerak. Bo'lmasa zakazchik, konkretniy tezasi yo'q zakazchik bilan Java'dagi servisingizda ko'p qolib ketasiz. Har kun ora update qilib, oxiri to'yib ketishingiz mumkin, chunki любой kompaniyada hamma proyekt ham zo'r teza bilan kelavermaydi. Teza katta muammo O'zbekistonda. Alohida anaqa BI'da ishlamaydi-da. No da. Yo'q, bo'lsa ham baribir yaxshi ishlamasligi mumkin, chunki ba'zan bahonalari bo'ladi. Bu tezgina kerak deyishadi. Shuning uchun teza yo'q deyishadi. Teza qiladigan odamlar bor. Задача tez qilinishi kerak, shuning uchun teza yo'q deyishadi. Xatelkani aytishadi. Bir haftada решение berasiz, keyin yana yo'q, tushunmabsan deb boshqatdan tushuntirishadi. Update qilasiz, keyin 3-hafta aytishadiki, bo'ldi, kerak emas deyishadi. 2 haftalik mehnatingiz haligi treshga ketadi. Abror Islom Dilshod aka, savollar.
Savol bo'lmasa mikrofonni yoqib ha deb tursa ham bo'ladi. Yo'talib tursa ham bo'ladi. Assalomu alaykum hammaga. Yaxshimisizlar, Assalom. charchamayman. Bu NaN yangi bo'ldi, tool. Mana shu paytgacha Figmadan foydalangan biza. O'sha klient bilan boshqasi bilan nima qo'yadi. Figma bilan solishtirsa, Figmada mana bu response, field nimalarni qilish qiyin-ku. Bu ancha nima deydi, zamonaviy ma'lumot ekan. Endi savol xudo xolasa tiklab yana ko'rib nima qilgandan keyin keladi. Hozir endi umumiy tushunchani ko'rdik, tushundik. Ancha ko'p nimalar bilan integratsiya bo'lgan ekan. Ya'ni hattoki databasedagi ma'lumotlarni ham hammasini ko'rsatyapti. Zo'r. И главныйsi bu Chiqqan. Figma yoki boshqa narsalardan yoki sequence diagrammadan bitta farqi bor. O'sha farqi uchun sxemani initializatsiyasiga ishlatyapman. Bu execute. Ya'ni mana bu flowni execute qilishingiz mumkin yoki tam polniy execute qilishingiz mumkin. Ishlab ketadi. Tam keling, mana buni o'chiramiz, mana buni o'chiramiz. Tam stop qilamiz. Mana buni o'chiramiz. Execute qilishingiz mumkin. Ya'ni ishlaydi, qayerdadir condition bor, true bo'lgani uchun bu yoqqa ketdi, false bo'lgani uchun bu yoqqa ketdi. Ya'ni ishlatib har xil holatga siz ishlatib ham videoga zapis qilib ko'rishingiz mumkin. Men o'sha sistemni analitikimiz bilan birga ishlayotganda o'sha bilan rosa qidirgandik. Misol uchun u sequence diagramma chizardi yoki blok sxema chizardi. Keyin men aytardim, bu yerda blok sxemada misol uchun flowda conditionlar ko'p. O'sha conditionlarni qaysidir qiymatni initializatsiya vaqtida berib, nima deydi, playni bosib o'sha qaysidir conditionga o'tib ketib flow oxirigacha borishini ko'rishning iloji bormi deganimda, как раз actionable sxemani topmagandik. BPMN da bor, agar kommundani misol uchun desktopini skachat qilsangiz, BPMningizni play qilishingiz mumkin, lekin u unda BPMN sxemada nimadir yozishingiz kerak. Bu yerda как раз realniy API'larni ishlatmasdan tam testli mock qilib, главныйsi nima? Flowingizni chap yoki o'ng tarafga boshida qanaqa qiymat bilan chapga ketdi, qanaqa qiymat bilan o'ngga, boshqa conditionga ketdi deb o'sha playni bosib polniy ketishini ko'rishingiz mumkin-da. И nafaqat ko'rsatishingiz mumkin. O'shanda tam sherigingiz bilan yaxshiroq tushunasiz. Tam yoningizdagi разработчик yoki сразу конкретный заказчик. O'sha tarafi uchun birinchi NaTenga kelgandim. Ya'ni shunchaki sxema emas, actionable sxema. Ya'ni action bor, play qilsa bo'ladi, qiymat boshida bersa bo'ladi, oxirida qanaqadir natija olish mumkin. Chunki tam manual clickingda siz mana bu yerda nima deydi, o'zingiz qiymat berishingiz ham mumkin. Tam qanaqadir qiymat berasizda. Tam aytasiz, что ID bir zaprosda kelsin deb. Bo'ldi, endi bu как раз execute bo'lganda har safar bu yoqda ID 1 keladi. Ya'ni siz ID 1 kelganda bu yerda tekshirishingiz mumkin. Misol uchun keling tekshiramiz. Expressionda ID ni tekshiramiz. ID bu number bo'lgani uchun equals string number equals ana ishladi. Misol uchun tam conditioningiz bor, bu vaqtda bu ishlasin, bu vaziyatga bu ishlasin deb tekshirishingiz mumkin. Bu yerda birni bergansiz, faqat bu ishlayapti. Endi shuni tam 2 yoki boshqa qiymatga o'zgartirib zakazga ko'rsatasiz. Misol uchun ana falon user kelganda, bu administrator kelganda bu condition bo'yicha flow ishlayapti deysiz. Ana endi administrator emas, oddiy userga o'zgartirdik deysiz. Endi execute qilsangiz bu tarafga ketadi. Ya'ni shunaqasiga manual ma'lumotlar bilan siz polniy flowni ko'rsatishingiz mumkin. Actionable sxema bo'lyapti-da, blok sxema. Bitta nima bor edi? Hozir получается, mana shu o'zida execute bo'lib ketdimi? Uzr. Ha. Chunki bu manualda просто test, mana bu knopka menga ko'rinmayapti, sizlarga ko'rinyaptimi bilmayman. Test workflow. Testni bosganingizda
workflowni starti qanaqadir webhook emas u, shunchaki execute bo'lgani uchun o'zini execute qiladi yoki siz agar уже prodda bo'lsa o'zingiz просто 2 marta bosganingiz yoki mana bu playni bosganingiz evaziga polniy ketishi mumkin agar active qilsangiz. И главныйsi nima? Siz boshida qiymat beryapsizda, tam qaysidir initializatsiya uchun ma'lumotlar. Tam adminmi yo'qmi? Admin bo'lsa bu workflow, admin bo'lmasa bu workflow, misol uchun aytyapman-da. И zakazchiga ko'rsatasiz. Mana murakkab workflow mana bunaqa ishlaydi. Mana bu holatga tam bu condition ishlaydi, bu holatga bu, lekin condition ichida boshqa condition bo'lishi mumkin. U conditionda misol uchun to'g'ri ishlasa nimadir, misol uchun error bo'lsin. И false bo'lsa просто finish bo'lsin. Cancelmidi? Stop. Stop ender. Bunisida misol uchun yo'q, stop ham bo'lmasa, shunchaki tam response bo'lsin. Edit. Misol uchun tam nimadir bo'lsin. O'shanga как раз o'zingiz ma'lumot tam tekshirishingiz mumkin. Chuqur, ya'ni qiyin condition bu yerda turibdi. Siz tekshiryapsiz. Mana bu yerda qo'lbola o'zingiz qiymat beryapsiz. Tam ana как раз bir berganimda bu yoqqa ketyapti deyapsiz. И tekshiryapti deyapsiz. Tam rostdan ham bir bo'lsa, ya'ni misol uchun bir berganingizda bu yoqqa ketyapti. И bu raqam nima deydi? 1 dan 5 gacha oralig'ida bo'lsa error beryapti, 5 dan 10 gacha bo'lgan oralig'ida bersa tam boshqa ish qilyapti yoki 25 ni bersangiz bu уже bu yoqqa ketyapti chunki 1 dan 10 gacha emas, bu yoqqa o'tyapti, bu ishni qilyapti. Ya'ni workflowni chizdingiz, conditionlari ko'p, har bir conditionga kirishi uchun bu yerda qiymatni o'zgartirib, execute qilib biznesga ko'rsatyapsiz. Ana har bir holatga mana bunaqa решениялар bo'ladi, mana bunaqasiga ishlaydi deb ko'rsatasiz. И o'sha yerda как раз bilishingiz mumkin. Tam misol uchun 30 ni berganingizda na bunga kirdi, misol uchun na bunga kirdi. O'shanda keyin sразу real praktikada ko'rishingiz mumkin. Bunaqa holatga nima qilamiz deganda, tam aytishi mumkin. Men bu ishni qilasan desak, tam boshqa condition qo'yib yoki defaultni qo'yib, defaultga men bu ish bo'lsin deb polniy workflowni chizasiz. Hamma momentga javob beryapti workflow. Biznes ham buni tushunyapti и approve berdi. Endi uni уже keyingi step sizni xohishingiz. Non functional требованиялар katta bo'lsa Javada endi buni ko'chirib Javada yozing. Требования kichkina bo'lsa yana aytganda просто active qilingda, save qiling, prodda ishlab tursin bu API yoki просто nima men bu on clicking execute просто ishlab tursin. Qo'l bola execute qilganingizda ishlaydi. Yoki trigger yoki boshqa. Главныйsi o'sha sxemani muhokama qilayotganda action bor, workflow ishlab ketishi mumkin. Shu tarafidan kattagina plusi bor. Qiyinroq workflowlarni biznes bilan muhokama qilish jarayonida. Dilshodaga qaysidir savolingiz qolib ketdi? Yo'q, savol emas, просто men ko'p endi ko'p mas'ul qilib nimalar klientlar bilan gaplashganimizda mana bu narsalarni tushunmaydi klientlar. Shunga o'z aytmoqchi bo'lganim, sizlarda qanaqa bo'ldi, qanaqa tushuntira olasizlar. Ular men Figma bo'lsa, nima deydi? Etap men page bo'ladi, men bunaqa bo'ladi deb chizib ko'rsatsa, ularga ko'proq tushunarli bo'lardi-da. Men shunda qanaqa holat bo'ldi sizlarda? Shuni so'ramoqchi edim. Bizda klient nima emasdi? Nima deydi? Biza klikda misol uchun biza core uchun tex platforma komandasi bo'lgani uchun core uchun qanaqadir servislar qilamiz. Katta ehtimol bilan почти hamma servislarimizda front endi bo'lmaydi. Chunki u core uchun tam API yoki workerlar, cronlar bo'lishi mumkin. Uni biznes ham demak o'sha APIlarni, tam backendni ozgina tushunadiganlar ozgina. Ularga как раз qaysi holatga nimalar qilish, nima qilmasligini men bu tipa blok sxemada tushuntira olamiz. Siz aytgan vaziyatda, ya'ni ko'chadagi zakazchik sayt so'radi, unda falon funksiyalar bo'lishi kerak.
Buni netda tushuntirishingiz balki qiyindir, chunki siz aytgandek o'sha Figma'dagi page unga qulayroq. U falon knopkani bossa, boshqa pejga o'tadi. U boshqa pejni ko'rinishi mana bunaqa deb ko'rsatsangiz, yaxshiroq tushunar. Lekin haligi biznes deganda o'sha backenddagi servisga stakeholderlar, ular ozgina backendni tushungani uchun mana bunaqasiga sxemalarda tushuntirib, konechniy итог, ya'ni tayyor servis qanaqa bo'lishini muhokama qilib, tayyor решениyaga kelsalaringiz, proyektdagi update'lar, yangi versiya chiqarishlar nisbatan kamayadi. Bu nimada? O'sha core частьda, lekin siz aytgan sayt tarafdan tashqaridagi klientlarga unda bilmadim. Chunki unga o'sha Figma hozircha qulayroq. Chunki page bilan klient yaxshiroq tushunadi. Ya o'shani tushundim endi. Buni ham ko'rsatsa bo'ladi deb o'ylabman, biznes nima deganingizga. Agar programmistlar bo'lsa tushunadi, 100% tushunadi bu logikani. Biznes har xil tarafni biznes deyish mumkin-da. Misol uchun ko'chadagi tadbirkor ham biznes bo'lishi mumkin. Uni zakazchik deyiladi-yu. biznesda tam oradagi posrednikni deyish mumkin, yoki agar bu ko'chadagi zakazchik emas, ichki platformaning servisi bo'lsa, biznesda o'sha tayyor zakazchikni aytish ham mumkin. Bizning holatimizda misol uchun yangi proyekt qaysi biznesdan kelsa, uni arxitektorlar muhokama qilib, qanaqa решение bo'lishini muhokama qilib, tezasini yasab, bizga keyin через sistemni analitik beradi, lekin shunda ham xom bo'ladi, qaysidir vaziyatlar muhokama qilinmagan bo'ladi. O'shanda men bu NetEndagi workflowda tam sxema sifatida tezgina yarim soat 1 soatlik call qilib arxitektorlar bilan har bir vaziyatni men bu nodlar orqali realizatsiya qilib muhokama qilsangiz, ular oxirida mani miyamdagi narsani tushunding, xuddi shuni xohlayotgandim degan javobni olganingizdan keyin razrabotka qilsangiz, razrabotka muddati nisbatan qisqaradi. Chunki bizada arxitektorlar bilan ham ba'zan kelishmovchilik bo'ladi. Nimaga? Chunki ular oxirigacha har bir flowni o'ylamagan bo'ladi. Biza keyin o'sha savolimiz tug'ilganda sistemni analitik orqali obratno o'sha savol bilan uni qaytaramiz. U 1 kun, 2 kun yoki 3 kunda u javob bilan keladi. U javob bilan yana bir boshqatdan flowni qarasak, yana boshqa savolimiz tug'iladi, yana qaytadi. Ya'ni ishni boshlash ham sekinlashishi mumkin. Yoki bizning kamchiligimiz, ya'ni biz ko'rdik, qaysidir muammo bor, lekin uni ko'ra olmadik. Человеческий faktor. Razrabotkani boshladik, razrabotka vaqtida u muammoga duch keldik. Keyin ularga shu savol bilan yana sistemni analitikni yuboramiz, bu yerda proyekt pauzada qoladi. Ulardan javob kelgandan keyin javob hozirgi yozgan kodimizga yaqin bo'lsa, kod yozishni davom ettirib realizatsiyada qilamiz. Agar vobshem boshqacha javob bilan kelsa, bu savolni bilmagan, ya'ni bu muammoni bilmagandik, demak flow vobshem boshqacha bo'ladi deb yangi flow bilan kelsa, unda kodni boshidan yozasiz, eski kodingiz musorga ketadi. Ya'ni o'zimizda shu muammoni ko'rgandan keyin actionable sxema qidirgandim, NetEnddan вроде нормальный tool sifatida ko'ringandi. Ham sxema sifatida, ham workflow prod ishlashi, ya'ni productionda ishlashi jihatidan вроде нормальный, тем более open source нормальный ko'rindi. Chunki konkurentlari bor, Make va boshqalar, ular open source emas, juda qimmat. Bizda bilasiz, O'zbekistondagi kompaniyalar clouddagi servisga pul to'lagisi kelmaydi. Shuning uchun open source ni o'zini serverda run qilish ularga yaxshiroq. Tushunarli. Bizda ham shu holat. Hamma yerda shu. Islom, what's up? Tinch. Xo'p, glavnisi просто savol yo'qligi ikki xil ma'no beradi-da, yo hammasi chotki tushunarli yoki hech narsani tushunmadik deydi. Yo'q, anaqa ancha menga yoqdi lekin tool.
Ancha yaxshi ekan. Buni faqat o'rganish kerak ekanda men bilan ishlatishni. Nima anaqa tutorial ko'rdingizmi? Nima qildingiz buni? Men bilan qayerda nima yozish kerak? Dokumentatsiyasini o'qidim. Documentation'idami? YouTube'dagi videolarini, tutorial videolarini ko'rdim. Keyin hozir AI hype'ida AI bo'yicha ko'p blogerlar qaysidir solution bermoqchi bo'lsa, o'sha solutionni N8 da realizatsiya qilib, даже N8 dagi o'sha kodini, tam template'ini, tam ссылкасini ham tashlab qo'yapti o'sha YouTube'da description'ida. Hammasi N8 da ishlayapti, chunki ularga ikkita plyus bor. Birinchi N8 ular uchun tekin, ikkinchisi ular N8 ni tam logosini videosida ko'rsatgani uchun qanaqadir вознаграждение olishi mumkin. Hmm. Xo'p, buni endi eksport qilish kerak PDF ga. Ya'ni rostki tam нормальный startaplarda нормальный biznesmenlar ham ishlayaptimi? Ya'ni xo'p, Amerika yoki Yevropadagilarni qaysi birinidir bilmasmiz. U rostdan ham biznesmenmi yoki moshenik blogermi bilmasmiz, lekin o'zimizni Akmal Fayziyev ham ishlatyapti, так что bemalol ishlatish kerak. Xo'sh. Xo'p, keyin videoni zapisini tashlayman. Shu bilan videoni уже tashlasam bo'ladi.